Assalomu alaykum. K5 avtomobilimiz 2014-yil 290 ming kilometr yuribdi. LPG gaz. Mashinamiz xususiy mashina, o'zimiz o'zbek akamizga tegishli. 2.900.000 narxi. Egasi bilan yana bir telefonlashib bog'lanaverasizlar. Manzil Kyonggi-do, Shenxi shahrida. Shu mashinaning eshigida hamda kirilarda ozgina problemasi bor. Telefon qilib bu yoqni kelishib olasizlar. Balon holatlari yaxshi. Motor holatlari ham zo'r, hadovoylari zo'r, chotki yog'lar quyib tayyor qo'ygan. Nomerlari 81 86 15 48 nomer. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Salon holatlari ham pokiza mashinada. Mashinamiz ideal holatda ekan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqib bog'lanaverasizlar. Akamizga pul kerak ekan, mashinani sotib O'zbekistonga ketyapti. Shunga srochniy sotiladi. Aloqa chiqib ko'rasizlar. Black boxlari bor. Hop, monitori bor. AUX bluetooth'lari yaxshi o'qiydi. Rulda multimedia funksiyalari mavjud. Bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Nomerlarni yana yozib qo'yaman. Aloqa chiqib ko'rasizlar.